Biz deyarli 2025-yilni tugatdik. Ya'ni bugun 4-dekabr soat 12 bo'ldi va 26 kundan keyin уже 2025-yil ham tugaydi. Bu juda ham aqlga sig'maydigan holat. Ya'ni 2025-yil yaqinda boshlagandik va 2025-yil mana tugayapti. Kuzatib qo'yapmiz. To'g'ri, sizga o'xshab men ham 2025-yilda 10 ta, 20 talab maqsadlar qo'ygandim va u maqsadlarga erishish uchun harakat qildim. 5-6 tasiga yoki 3-4 tasiga erishdim xolos. Va aynan bu videoda nimalarda xato qildim va nimalarni to'g'rilashim kerak degan savolni analiz qilgan holatimda sizlarga videoni ulashmoqchiman. Aytib o'tishim kerakki, bu holatda ya'ni ikki xil odam bor. Ikki xil kategoriya desak bo'ladi. Kimdir maqsadlarni yozgan va unga to'liq erishgan. Endi to'liq erishgan demasak ham bo'ladi, 90% erishgan. Va boshqa kategoriya bor, u maqsadlarni yozgan, harakat qilgan, lekin menga o'xshab to'liq erisha olmagan. Qanaqadir xatolar qilgan, juda ham ko'p dangasalik qilgan va hokazo. Men qilgan xatolarimni umumiy xulosalab aynan shu videoda to'liq gapirib bermoqchiman. Demak, birinchi xatoga keladigan bo'lsak, 2025-yilda boshida qilgan xatolarimdan biri bu o'z auditoriyam ustida ishlamasligim, ya'ni o'zim uchun auditoriya yig'maganligim. Bu har doim aktual mavzu bo'lib keladi deb o'ylayman hamma uchun. Ya'ni siz o'zingizni ustingizda ishlab, o'zingiz kontent qilishingiz, kontent qilib, uje auditoriya to'plashingiz kerak bo'ladi. Aynan xuddi shunday 2025-yil boshida o'zimga maqsad qo'ygandim. Telegramda 1000 ta obunachi bo'laman. Instagramda 10 000 ta obunachi qilishim kerak, YouTube'da 1000 ta obunachi, 2000 ta obunachi deb turib belgilaganman, lekin uni qanchadir muddatda va qanaqa maqsad bilan, qanaqa intizomli darajasini belgilamaganman. Va bu holatda men qilgan xatoyim o'zimning auditoriyamni aniq bilmaganligim va bu bo'yicha ishlamaganligim. Buni oxiriga boradigan bo'lsak, hozirgi kunda deyarli katta auditoriyam yo'q. Bari tanishlarim yoki shogirdlarim yoki umumiy yaqinlar, qarindoshlar va hokazo. Bu birinchi xato edi. Endi ikkinchi xato. Ko'p maqsadlar qo'yib, uni amalga oshira olmaganligim. Boshida yozganman, doimiy kontent qo'yib boraman, doimiy video joylab boraman, kitob o'qiyman va hokazo. Umumiy juda ham ko'p maqsad qo'yganman. Lekin bu maqsadlarga erishdingizmi desangiz, ba'zida ha, ba'zida yo'q. Sababi kitob o'qigan joylarim bor, lekin ko'p emas. Belgilagan kitoblarimni to'liq o'qib chiqa olmaganman. 2-3 tasini o'qib tugatganman, lekin 15 ta belgilagan bo'lsam, 15 tasini tugata olmaganman. Undan tashqari maqola yozish bo'yicha challenge o'zimga maqsad qo'yganman, lekin u maqsadni doimiy olib keta olmaganman. Va o'sha aytganimdek, moliyaviy tomondan aytadigan bo'lsak, telefon olishdi, umumiy texnika olishdi, syomka qilishni boshlashdi, maqsad qilganman, lekin davomiy qilmaganman. Telefon oldik va u ham yilni boshida qo'ygan bo'lsam, masalan 6 oy ichida olishim kerak degan narsani qo'yganman, lekin bu natija bo'lmagan. Buning uchun ko'proq ishlashim kerak bo'lgan, lekin vaziyat paytida ishlamasdan dangasalik qilganman. Undan keyingi holatlarda ishlarim ko'p bo'lgani bilan, lekin ko'p daromad qila olmaganman. Daromad qilish yo'llarini izlamaganman. Bu qarorim menga aynan maqsadlarimga erishishda kechikishiga olib kelgan. Aynan siz ham shunaqa xatolar qilmaslik uchun aniq bir maqsadni belgilash kerak, ya'ni bitta maqsad qo'yish kerak, yilni boshida bitta maqsad qo'yish kerak va u maqsadga boshqa maqsadlar, boshqa harakatlar umumiy birlashtirgan holatda buni to'ldirish kerak. Masalan, yilni boshida qo'yishingiz mumkin sayohatga chiqish, ya'ni yilni sayohatga chiqish ham qanday? Ota-onam bilan yoki umumiy jamoam bilan yoki do'stlarim bilan degan maqsad qo'ysangiz va o'sha maqsadga eltadigan ishlarni qilishingiz kerak. Ko'proq ishlashingiz kerak, ko'proq o'rganishingiz kerak. Jamoangiz bo'lsa, jamoani daromadini oshirishingiz kerak. Umumiy hamma bilan birgalikda borishni reja qilyapsizmi? Oilangiz bilan birgalikda reja qilyapsizmi? Oilangizda nechta odam bor? 4 ta odammi, 5 ta odammi? Ularga yetadigan daromadni siz qilishingiz kerak va daromad qilishingiz uchun ishlashingiz kerak.
ko'proq kontent qilishingiz kerak, sotuv qilishingiz kerak va hokazo birlashtiriladi. Aynan shu narsaga boradi. Yoki uylanishingiz kerak. Bitta maqsad. Uylanishingiz uchun mashina olishingiz kerak. Uzoqda turasiz. Mashina bilan kelib ketishingiz osonroq bo'ladi. Yoki uy olishingiz kerak uylanganingizdan keyin. Turadigan joyingiz yo'q. Uylanishingiz uchun uyingizni to'g'irlashingiz mumkin va bunga moliyaga taqaladigan bo'lsa, ishlashingiz kerak. Ishlashingiz uchun qo'shimcha kontent qilishingiz kerak. Aynan shu jarayonlar to'planib bitta maqsadga aylanadi. Aynan shu harakatlar bitta maqsad to'planadi. Aynan shu bitta maqsadingiz sizni umumiy yilning oxirigacha yetadi. O'zingiz siqib o'tirmaysiz. Buncha narsaga erisha olmadim deya olmaysiz. Bitta narsaga erishgan bo'lsangiz ham aynan o'sha narsaga to'laqonli erishishingiz kerak. Uchinchi qilgan xatoim esa bitta narsaga fokus qaratmaganligim. Ya'ni bitta loyiha bor, o'sha loyihaga to'liq fokus qaratib turib, yorvoradigan darajada olib chiqmaganligim. Olib chiqqan joylarim bor. Lekin judayam fokusim tarqoqlashib ketgan. Ya'ni menda hozirda agentlik bor. Agentlikni harakatini qilishim kerak, tizimlashtirishim kerak, moliyalashtirishim kerak. Onun ichida loyihalar bor, 10 ga yaqin loyihalarda har bitta kontentiga qarashim kerak. Kontentni chek qilib o'tkazishim kerak, sifatlimi, sifatsizmi, qanaqa ketyapti. Bu yoqda o'zimni auditoriyam ustida ishlashim kerak, qo'shimcha loyihalar qilishim kerak deb o'ylardim. Ya'ni 5-6 ta loyihalar haqida o'ylaganman. Fashion bo'yicha, ya'ni kiyim bo'yicha, undan tashqari texnologiya bo'yicha, kino bo'yicha, ssenaristika bo'yicha, YouTube'da kontent qilish bo'yicha, shaxsiy rivojlanish bo'yicha juda ham ko'p ideyalar, g'oyalar qilganman loyihalar uchun, lekin u loyihalarda hech qaysi qilinmadi. Sababi nima? Aynan fokus tarqoqlikda juda ham ish ob'yemi katta va ish ob'yemi katta bo'lgandan keyin stress ko'payadi. Stress ko'paygandan keyin dam olish yo'q. U stressdan chiqishga harakat qilinadi va bunda aynan bitta loyihaga fokus qaratib ishlash juda ham qiyin bo'lib qoladi. Hamma narsa bir-biriga bog'liqli bo'lib turib, boshidagi qilgan o'y, g'oyalar puchga chiqadi va boshqalar qilib ketadi, boshqalar natija qilib ketaveradi. Mendagi muammo aynan shunday holatda bo'lgan. Ya'ni mening xatoim. Bitta narsaga fokus qaratishim kerak edi, boshqa narsalarni unutishim kerak edi, sirasi o'shani qilishim kerak edi. Endi to'rtinchi xatoim bu maqolalar yozmaganligim. Ya'ni Telegramda 2-3 yildan beri maqola yozib boraman o'zi. Lekin 2025-yilda juda ham deyarli yozmadim ham. 2-3 ta maqola yozib qo'yganman. O'shandan beri to'xtab qolgan. 2024-yil dekabrda oxirgi marta oyda o'zida 7 ta maqola yozganman. Har oy o'zi 10 ta maqola yozishni maqsad qilib qo'ymoqchi edim, lekin u maqsadga erisha olmadim. Sababi bilmayman, sababi stresslar va hokazo ishlar ko'payib ketganligi. Endi esa 2026-yilda men o'zimga mana shu narsalarni to'g'rilash uchun, xatolarim ustida ishlashim uchun quyidagi narsalarni o'rganmoqchiman, o'shaning ustida ishlamoqchiman. Sizlarga ham qo'l keladigan umiddaman. Masalan, birinchi qiladigan ishim bitta narsaga fokus qaratishim. Ya'ni menda bitta agentlik bormi? Faqat agentlikka fokus qaratishim kerak. Uni tizimlashtirishim kerak, moliyalashtirishim kerak, HR'ni ustida ishlashim kerak, xodimlar ustida ishlashim kerak, kontentlar ustida ishlashim kerak, loyihalar ustida ishlashim kerak. Uni loyihalarni ko'proq natijalar qilishga harakat qilishim kerak. Aynan shundagina bitta narsadan daromadim ham ko'payadi va ishlash ob'yemi ham ko'payadi, daromadim ham ko'payadi va men xohlagan maqsadga ham erisha olish imkoniyat ochiladi. Va bitta narsaga fokus qaratganimda o'zimning loyihalarim bor. U loyihalarni ham agentlikka oladigan bo'lsam, agentlik o'zimning loyihalarimni ham qilishim osonlashadi. Bunda faqat agentlikka fokus qaratishim kerak bo'lar ekan. Agentlikka fokus qaratsam, ya'ni YouTube bo'yicha agentligimiz bor. Agentligimizda xizmatlar ko'rsatamiz, ya'ni montaj qilish, YouTube'da полный общий hamma xizmatlar kiradi bunga. Buni ustida ishlasam, ya'ni men o'zimning loyihamni ham tiqishim mumkin. Mana shu loyihani rivojlantirsam, bu orqali ham men monetizatsiya qilib daromad qilishim mumkin. Ya'ni monetizatsiya deganda faqat YouTube orqali monetizatsiya emas, bu yoqda sotuv qilishim mumkin, qanaqadir produkt sotishim mumkin, xizmat sotishim mumkin, umumiy konsepsiya sotishim mumkin, ideyalar sotishim mumkin, har xil. 2026-yilda ikkinchi qilishim kerak bo'lgan va uni ustida ishlashim kerak bo'lgan narsa bu
har kuni yozishga harakat qilish. Ya'ni har kuni bitta bo'lsa ham maqola yozishim kerak. Yozish deganda nimani tushunamiz desangiz, yozish deganda biz o'zimiz fikrlarimizni tartiblashtirishimiz kerak. Ya'ni bizda juda ham ko'p fikrlar bor. Masalan, ota-onamizni qanaqadir maqsadlarini amalga oshirish bo'yicha fikrlarimiz bor. Aynan nima uchun ularni amalga oshirishimiz kerak? Bu bo'yicha fikrlarimizni yozishimiz kerak va tartiblashtirishimiz kerak. Tartiblashtirganimizdan keyin bitta maqolacha paydo bo'ladi-da, o'sha narsani doimiy Telegramda auditoriyaga qilib borishimiz bizga fikrlashimizga yordam beradi, to'g'rirog'i. Undan tashqari yozib borishimiz jarayonida biz boshqalardan ko'ra ajralib turamiz. Bu holatda boshqalar yozmaydi, boshqalar vizual o'rganadi. Bilsanglar, yozish qobiliyati asrlardan beri bor. Miloddan avval boshlangan yozish. Ya'ni g'orlarga, qanaqadir yog'ochlarga yozish boshlangan. U paytda yozgan odamlar aqlli hisoblangan. Hozirda holatimizda esa yozganlar ahmoqqa chiqargan. Ya'ni nima qilasan yozib, video bor-ku, nima qilasan uni qilib, oddiy GPT bor, o'rganib olsang bo'ladi. Yo'q, kelajakda 2025 bo'ladigan bo'lsa, yaqin 10 yildan keyin yo 20 yildan keyin yozgan odamlar eng boy odamlar va aqlli odamlar bu hisoblanadi. Ya'ni yozish 1000 yillar avval ham bo'lgan va 1000 yillardan keyin ham davom etadi. Yozish bo'yicha umumiy tushuncha xuddi shunaqa. Aynan siz hozirdan yozishni boshlasangiz, keyinchalik farzandlaringiz, undan keyin nevaralaringiz va ular o'qishni boshlaydi-da, siz yozgan narsalar yozgan ekan, demak men ham yozishim kerak degan xulosa keladi. Aynan farzandlaringiz va nevaralaringiz, undan keyingi avlodlaringiz o'sha musur videolar ko'rib yoki musur holatda yashamaydi-da, ular harakat qilishni boshlaydi. Aynan siz uchun kerakli bo'lgan narsa mana shu. Uchinchi o'zim ustida ishlamoqchi bo'lgan narsa bu auditoriya yig'ish. Mana hozirginaqa YouTube video olib yoki Instagramda video olib buni to'xtatib qo'ymaslik kerak. Mayli bitta ikkita oyiga chiqib tursin, lekin ko'proq davomiy chiqarib turish. Masalan, yiliga 12 ta video chiqarishim mumkin YouTube'ga yoki Instagramga oyiga 3 ta videodan chiqarsam ham 24 ta video chiqargan bo'laman va qanchadir auditoriya yiqqan bo'laman. Bu menga kelajakimga yana bitta turtki bo'ladi-da. Meni videolarimni ko'rishadi, o'rganishadi, men haqimda tushunchasi bo'ladi va men bilan tanishishdi, men bilan gaplashishdi va men haqimda o'ylashni harakatini qilishadi. Birlashadigan bo'lsam, auditoriyam bilan birorta ishni amalga oshirishim mumkin. Masalan, bitta loyiham bor, mana shu loyihaga odam kerak bo'lishi mumkin. Yoki o'sha loyihani yuritishim uchun kimdirlar qo'llab-quvvatlashi mumkin. Bilmayman meni kim kuzatadi, balki investorlar kuzatar, balki boshqalar kuzatar va aynan shu investorlar menga investitsiya qilishi ham mumkin. Buni bilib bo'lmaydi. Aynan shu holatda siz auditoriyangizni o'rganib, o'zingiz auditoriyangizni yaratib, o'sha auditoriyangizga harakat qilishingiz kerak. Ya'ni meni kimlar kuzatishi kerak degan savolni berasiz. Aynan shu uchun kontentlar qilib borasiz va o'zingiz auditoriyangizni bilib borasiz. Aynan shunaqa holatda men ham oyiga bittadan bo'lsa ham video qilishni harakatini qilmoqchiman. Bu uchun men mana bunaqa texnika sotib oldim. Yana qo'shimcha texnika sotib olishim kerak va buni ustida ishlashim uchun jamoa shakllantiryapman. Umumiy harakatim bor va buni xudo xolasa natijasini ko'rishga birgalikda ko'ramiz. Va 4-chi oxirgi qilmoqchi bo'lgan va ustimda ishlamoqchi bo'lgan narsa yosh tadbirkor holatida, ya'ni yosh tadbirkor pozitsiyasida o'zimni sinab ko'rish, qanaqadir bitta loyihani yoki qanaqadir bitta biznesni boshlab, o'sha biznesni yuritishga harakat qilish. Bitta biznesim bor, agentlik. Bunda ustozim bilan birga ishlaymiz. Men to'laqonli founder emasman, men direktorman bu yoqda, operatsion direktor va bu yoqda ishlashim menga tajriba bo'ladi ko'proq. Buni qo'llab-quvvatlash natijasida ustozim qo'llab-quvvatlagan va men juda ham ko'proq harakat qilishim, o'zim ustimda ishlashim kelajakda qanaqadir biznesda eplab ketishimga ta'sir o'tkazadi va sinab ko'rmoqchiman. Bu yil bitta qanaqadir biznes boshlab ko'rish, ya'ni biznes boshlab bitta kichik biznes bilan uni davom ettirish, balki u o'xshar, balki o'xshamas, balki investitsiya ololman, balki investitsiyani bilmayman qanday ishlatishni bilmasligim mumkin, lekin buni ustida o'rganishim uchun hech bo'lmasa harakat qilib ko'rishim kerak. Aynan bu
menga ham sizga ham yordam beradi. Men aytgan o'sha 4 ta narsa siz o'zingizda qo'llab ko'rsangiz, kelajakda 1 yildan keyin yoki 2026-yil muvaffaqiyatli o'tish uchun sizga yordam beradi. Ya'ni yozishni bilishingiz kerak, doimiy odatga aylantirishingiz kerak, o'zingiz auditoriya ustida ishlashingiz kerak, ya'ni content creator bo'lishingiz kerak. O'zi content creator bo'lganingizdan keyin bu davomida siz biznes qilishingiz kerak. Agar content creator biznes qilishni bilmasa, u content creatorlikni davom ettira olmaydi, chunki unga moliyaviy tomondan yordam beradigan hech qanaqa holat yo'q. Ya'ni siz reklama olib, faqat reklama orqali yashay olmaysiz. Biznesingiz bo'lishi shart. To'rtinchisi bu bitta narsaga fokus qaratib, masalan, bitta yo'nalish tanlaysizda, aynan shu yo'nalishda barcha narsani qilib ko'rasiz. Va ana shundagina natija qilasiz. 2026-yilda siz samarali tuzgan bo'lasiz degan umiddaman. Menda hozircha shular va 2026-yil bitta video chiqaraman, xudo xolasa. Buni bilmadim, balki ertaga, balki indinga chiqarib yuborishim mumkin. Ya'ni dekabr 10-gacha chiqarib yuborishimga harakat qilaman. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Keyingi videoda xudo xolasa 21 yoshimda erishgan va to'plagan maslahatlarim, umumiy tushunchalarim, xulosalarim haqida bo'lishmoqchiman. Xudo xohlasa uni 13-yanvar kuni ko'ramiz. Salomat bo'linglar, charchamanglar.